Bugun Uvaysiy ijodidagi g'azal va chiston haqida gaplashamiz. G'azal tuyg'u va fikrni badiiy so'z bilan ifodalovchi janr. Uvaysiy g'azallaridan sog'inch, mehr, iztirob kabi hislar kuchli seziladi. Chiston esa u nima degan she'riy topishmoq bo'lib, narsaning belgilarini yashirin tasvirlaydi. Uvaysiy ijodi bizni til go'zalligini his qilishga o'rgatadi. Uvaysiy g'azallarida men onaning farzandga bo'lgan sog'inchini juda ta'sirli his qildim. Shoira farzandini eng aziz ne'mat deb biladi. Bu bizga ota-onani qadrlash, ularning duosini olish kerakligini eslatadi. Agar biz ota-onamizni xursand qilsak, uyda ham mehr ko'payadi. Bugun oddiy ish. Onam yoki otamga yordam beraman. Mana shu g'azal sabog'i. Chiston aqlli o'yin. Chiston narsaning nomi aytilmaydi. Lekin belgilar beriladi. Eshigi yo'q, derazasi yo'q. Ichida qizargan tinglovchi topishi kerak. Bu ta'minlashni tasavvurni kuchaytiradi. Menimcha chistonlar sinfda juda foydali. Bolalar tezroq o'ylaydi, gapni tartibli aytishni o'rganadi. Uvaysiy g'azal bu nafaqat sevgi, balki hayot Jahon otin Uvaysiy 1779-yilda Marg'ilonda ziyolilar oilasida tug'ilgan. Otasi Qaynar devona asli kosonlik bo'lib, Marg'ilonga ko'chib kelgan. Onasi Chinni bibi maktabdor bo'lgan. Ayol shoiralardan biri. U ijodida ayol qalbi, sog'inch, sabr, qanoat. Uvaysiyning 4 devoni bo'lgan. Lekin bu devonlarning asl qo'lyozmalari topilmagan. Shoiraning adabiy merosida 269 ta g'azal, 29 ta muhammas, 55 ta musaddas, bir murabba, chiston, 3 ta doston, tugallanmagan bir manzuma bor. Uvaysiyning lirik she'rlaridan tashqari, uning Shahzoda Hasan, Shahzoda Husayn kabi liro epik asarlari va Voqeoti Muhammad Alixon kabi tarixiy dostonlari bizgacha yetib kelgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Uvaysiy Nodira bilan Konibodom, Xo'jand, Uratepa, Toshkent, Andijon kabi shaharlarga borgan. Bir chiston yozib ko'rishni xohlayman. Uvaysiy g'azallarida Uvaysiyga umr yo'ldoshidan yodgor 2 farzandining ayanchli taqdiri ham ko'p dardu hasrat yetkazadi. Men buni shunday tushundim. Inson ko'nglini og'ritadi. Yoshgina o'g'li Muhammadxonning jangda halok bo'lishi, qizi Oftobxonning gul yoshida vafot etishi uning dardini ming chandon oshiradi. degan so'z ham g'azalda yurakka tegadi. Chunki u badiiy ta'sir 1842-yilda Buxoro amiri Nasrullohxon Qo'qonni egallagach, Uvaysiy Marg'ilonga qaytib, umrining oxirigacha o'sha yerda yashagan. Menimcha bu ikki janr Jahon otin Uvaysiy 1845-yilda Marg'ilonda vafot etadi. Olaman, mana shu Uvaysiy sabog'i. Mehnatu alamlarga mubtalo Uvaysiyman. Qayda dard eli bo'lsa, oshno Uvaysiyman. Istadim bu olamni, topmadim vafo ahlin, barchadan yumib ko'zni muddao Uvaysiyman.